Hozir Ismat Churun bachasini borib so'kasan, keyin seni uradi. Urgandan keyin yaxshigina pul undiramiz. Tushundingmi? Xo'p, bilan dada. Ey chuvacha. Yana keldi bu. Hasan birgami? O'q berib o'tirsan. Yo'lon ket. Hasan buzma meni. Ey sen dadan ham qo'rqoqdi. Anash gap o'tib tushdimi? Dada. Ha, chorini yetmay urdi. Ha boshqa odam yo'qmi o'sha? Ay so'kdi-da menga. Ha yozib beradi endi u. Yur qani? Bachamni birimish uribdi. Jigari sirroz bo'libdi. Doktorlar aytish bo'yicha bittasini kesib tashlaygan. Ko'zga urdim-ku men. Qanday jigar edilar ko'zga ursa? Oyog'ini operatsiya qilmasa bo'lmaykan. Qanday oyog'ini operatsiya qiladi? Ko'zga urdi. Menga qara. Yo doполнительный pochga qo'yib berasan. Yo 10 ming dollar pul berasan. Mana terpilani urdingiz. Endi bular boqasiz. Erta Rossiyaga ketasan, tushundingmi? Rossiyaga ketasan-da tez paydan bularga pul uzatib o'tirasan. Tez pay? Ha. Nima u? Ha, programma Rossiyadan O'zbekistonga pul uzatsa bo'ladi. Play Market App Store'da bu. Tushunding? Undan tashqari kommunal to'lovlarni ham to'lab berasan endi. Boqasan bularni bir. 4-5 oy boqasan. Ha, nima bo'ldi bizlar ishlar? Sizni ishingiz hal. Ertaga bacham Rossiyaga ketibdi. Endi sizlarga Rossiyadan pul tashiydi, tez pay orqali. Tushunding? Kommunal to'lovlaringni ham to'lab beradi. Svet, gaz soliqlaringni. Yetadimi? Bo'ladimi? Tez paydan to'laydi. Bo'ladimi? Yaxshi. Ko'ngling joyiga tushdimi endi? Ha. Ismat, shu o'zing ham yoshligingda tushmo bo'lgansan, ha? Og'zingdan satrasang olganmisan? Yo'q, olmaganman. Mana endi Rossiyaga ketaman nasib bo'lsa. Nimaga?